Aktrisa Dilnoza Kubayeva Daryo internet nashriga bergan intervyusida birinchi va so'nggi muhabbati farzandining otasi ekanligini aytib o'tdi. Birinchi muhabbatim ham, balki so'nggisi ham rahmatli jufti halolimdir. Turmush o'rtog'im juda ham oddiy, hokisor, halol odam edilar. Har xil mishmishlar chiqqan, ammo bu gaplar shunchaki mishmish xolos. Jufti halolimning roziligi uchun erimga bergan ahdimga sodiq qoldim. Shu sababli 2 yil umuman ijod qilmadim. Ularni norozi qilib bir narsaga erishishim mumkin emas edi. Xo'jayinim 30 yoshdan o'tganda olamdan o'tdilar. Ular mendan minnatdor bo'lib, rozi bo'lib, senga tarbiya bergan onangga rahmat dedilar. Bu gap men uchun butun umrga tatiydi. Shuning uchun ham o'g'limning yonida vijdonim pok. Uning ko'ziga bemalol qaray olaman. Unga ham barchasini ochiq-oydin aytaman. Hammasi uchun roziman. Yaxshi ham sabrli bo'lgan ekanman. Yaxshi ham qancha bo'lsa ham chidagan ekanman. Yaxshi ham kasbingni tashla degan vaqtlarda tashlagan ekanman. Mana yana ishlab ketdim, dedi Dilnoza Kubayeva. U insonni juda ham e'zozladim, xuddi yosh boladek. Kezi kelganda emizikli bolamni onamga tashlab, ular bilan birga kasalxonada qolganman. Rahmatli turmush o'rtog'im tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar. Boladek beg'ibor, yaxshi inson bo'lganlar. Kelgindi kelin filmidagi rolimni ko'rib, meni yoqtirib qolgan ekanlar. O'sha vaqtda ich-ichlardan, shu qiz meni rafiqam bo'lsaydi, degan kechimma to'yi o'tgan ekan. Keyinchalik o'sha vaqtda ichimdan o'tgan tuyg'u ijobat bo'lgan, deb xotiralab yurardilar. Mendan dastxat olish bahonasida teatrga kelganlaridan so'ng tanishib qolganmiz, dedi Dilnoza Kubayeva. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like ni bosing va bizning kanalga obuna bo'ling.